Live qaytdi biri. O'tgan hafta shetda tishimni Zavaska qildirib ketgandim. Juma kuni, mana bugun dushanba, seshanba baribir og'riyapti. Hozir keldimda shunaqa qilib ketgandim. Baribir og'riyapti tishim. Sam aytyaptiki, termin beraymi deyapti. Yo'q dedim, termin berma dedim. Menga hozir og'riyapti, senlar xatoying dedim. Bilmayman, og'rimasligi kerak dedim. Bo'pti, unda kutib tur, hozir qabul qiladi deyapti. Shunchalik qanaqadir xatodek bilan narsa kelsa, prямо aytaveradi. Til bilmasalaring ham переводчик olsali. Mana hozir kelib turibman. O'tiribman, kutish zaliga qo'yib qo'ydi. Hozir ko'ramiz endi. Qanaqa rezultat qiladi. Korоче, bu yerda boshqatdan tozalab, men zamatga qilib qo'yaman dedi. Shunchalik katta bo'lsa ham o'zlaring haq-huquqlaringni bilib yursanglar kam bo'lmaysizlar. Joyida so'rab olinglar. Bo'lmaydi. Joyida 1-2 soat suv ichmay turasan dedi. Qilib boshga kelgan mashina orqasida. Короче, тishga e'tibor beramiz. MX qimmat. 8 euro 95 sent kamon pasta to'playdi. Charchadi, ko'chmoqdan yapti. Hozir dori ham bu yerda retsept yozilgan. Ertalab kechpayt hattan keyin ichasan dedim. Buni yomon oldim. Hatto uyga